Assalomu alaykum hurmatli bizning kuzatuvchilar. Imon Kutsi'da mijozlari va kuzatuvchilari Xudo xolasa biz video murojaat bilan chiqamiz degandik va bugun ekan shu kun. Narxlarda ozgina o'zgarish bo'ldi. 22 ming so'mlik porsionni taomlarimiz 25 ming so'm, 220 ming so'm bo'lgan asarli taomimiz 250 ming so'm bo'ldi. Sababi narxlarda ozgina o'zgarish bo'ldi. O'zi bizning 98% mijozlarimiz o'zlari bilishadi nimaga narx oshganligini, sabablarini. Biz aslida yanvar oyidan fevral oyigacha degan aksiyamizni biz sizlar uchun davom ettirgan xalq mazasini, qo'qonliklar mazasini bu aksiyamizni 28 adashmasam aprelgacha davom ettirdik. Bu degani 3 oy davomida davom ettirdik. Va xudo xolasa bundan nariga sizlarni xursand qilishda davom etamiz. Taomlarimizda bizda sifat o'zgarmaydi, narx o'zgargan bo'lsa ham kuzatishda davom eting. Yangilik taomlarimiz bor. Yozga birin-ketin qo'yishni boshlaymiz inshaalloh. Xalq mazasi, qo'qonliklar mazasini biz davom etamiz.